Hurmatli 34-A uyda yashovchi Muborak opani kelinlari Madina, bu videoni aynan sizga, to'g'ri eshitdingiz, aynan siz uchun chiqardim. Bizning uyga mehmonga chiqqan qaynona oyijoningiz gaplariga qaraganda, kirlarni shu darajada toza yuvargansizki, qaraganda ko'z qamashar ekan. Ularni shu maqtovlardanki, biz uyda kir mashina ishlatishga ruxsat tugadi. Bugun mehmonga chiqqan oyijoningizni qovoqdan somsamas to'rt qilib kutib olishga qaror qildim. Bu orada oyijoningiz ko'ngillariga yo'l topib, sizni qanaqa kir yuvish vositasidan foydalanishingizni ham bilib oldim. Ekologik toza mahsulot bo'lgan Aquamarindan har qanaqangi ketish qiyin bo'lgan dog'larni osongina ketqizishda foydalanayotgan ekansiz. Menimcha bundan buyog'iga kir mashinani bemalol ishlatishimga javob topildi. Voy kelin poshsha, qovoqdan faqat somsamas to'rt qilsam bo'larmikan deb hayratda qolgan oyijoningizni endi xudo xolisa bir hafta davomida tillarda meni maqtovim aylanishi aniq. Kelinim Madinaga ham retseptini bersangiz bo'lar ekan deb aytgan edilar. Ko'rayotgan videongizga like bosib, yaxshigina kommentariyalar yozib qo'ysangiz, bu retseptni siz bilan ham bo'lishaman. Yangi yil dasturxoningizga 700 ming 800 mingga oldirmoqchi bo'lgan tortingizni puliga maza qilib kiyinib olasiz.